Salom do'stlar, bugun men sizlarga dunyodagi buyuk державаlardan biri bo'lgan Xitoy Xalq Respublikasi haqida aytib beraman. Qani ketdik. Xitoy davlati so'nggi yillarda ekonomik o'sish jihatdan juda ilgarilab ketdi. Biz Xitoy davlati haqida nimalarni bilamiz? Xitoy davlati hududiy kattaligi jihatdan Rossiya va Kanadadan keyin 3-o'rinda turadi. Xitoy dunyodagi eng ko'p aholi istiqomat qiladigan davlatdir. Xitoy aholisi 1 milliard 380 millionni tashkil etadi. Xitoydan keyingi o'rinda Hindiston turadi. Hindistonda esa 1 milliard 297 million aholi yashaydi. 2025-yilgacha Xitoy aholisi yana 350 million odamga ko'payishi kutilmoqda. Odam va mashinalarning ko'pligidan Xitoyda Shanxay shahrining ko'chalarida mashina probkalari uzunligi 99 kilometr cho'zilgan. Probka 11 kun davom etgan. Faqat 11 kundan so'nggina shahar ko'chalari mashina probkalaridan xalos bo'lgan. Bu tirbandlik dunyodagi rekord darajasidagi tirbandlik hisoblangan. Shanxay va Pekin shahri dunyodagi eng ko'p aholi yashaydigan shaharlardir. Xitoy haqida qiziqarli faktlar. Ketchup birinchi bo'lib Xitoyda tayyorlangan. Xitoyliklar aslida ketchupni baliq sousi sifatida iste'mol qilishgan va bu sousni ketsyap deb atashgan. Xitoy armiyasida askarlar safda bo'yini tik tutib turish uchun askarlar kiyimining yoqasiga igna sanchib qo'yishar ekan. Xitoyning Dunyan shaharchasida voyaga yetmagan bolalarning siydigida qaynatilgan tuxum juda noyob taom hisoblanar ekan. Xitoy politsiyasi qo'riqchi sifatida it o'rnida g'ozlardan ham foydalanishar ekan. Chunki g'ozlar itlardek sezgir va odam sharpasini sezganda qattiq qiyqirib politsiyani ogohlantirar ekan. Xitoyda bittadan oshiq farzand ko'rish taqiqlab qo'yilgan. Xitoyda har yili 1 milliondan ortiq ayollar homlasini abort qildirishi aniqlangan. Bundan tashqari 10 mingdan ortiq ayollar ikkinchi tug'ilgan chaqalog'ini tashlab ketishar ekan. Buning hammasi bittadan oshiq farzand ko'rishni taqiqlash ortidan kelib chiqqan muammolardir. Xitoyda har yili 4 milliondan ortiq mushuk so'yib yeyiladi. Xitoyda ko'chalarda telefondan ko'zini uzolmaydigan yoshlar uchun maxsus yo'lakchalar barpo qilingan. Bu yo'lakchalar yoshlar telefonga berilib, biror narsaga urilib, yiqilib, shikastlanmasligi uchun qilingan. Xitoyda badavlat insonlar jinoyat qilib qamoq jazosiga hukm qilinsa, qamoq jazosini o'tash uchun o'ziga o'xshash odamni topib, ya'ni dvaynik odamni qamoqqa yuborar ekan. Xitoyda ingliz tilida so'zlashadigan odamlar juda ko'p. Xitoy davlati millionlab quruvchilarni ish bilan ta'minlash uchun katta shaharlarni barpo qilmoqda. Bu shaharlarga hali hech kim ko'chib kelmagan. Quvillab yotgan ko'chalar xuddi arvohlar shahrini eslatadi. Anxoy shaharchasidagi 17 yoshli student iPad planshetini sotib olish uchun o'z buyragidan birini sotib yuborgan. Xitoyning Guansi provinsiyasidagi Yansho shaharchasi yer sayyorasidagi eng xushmanzara afsonaviy joy deb tan olingan. Ayniqsa bu vodiyni havo sharidan turib tomosha qilsangiz yanada jozibali ko'rinadi. Yer yuzida faqat Xitoydagina pandalar mavjud ekan. Boshqa davlatlarda yashovchi pandalar hammasi bir vaqtlar Xitoydan olib kelingan va ko'paytirilgan. Shuning uchun dunyodagi barcha pandalarni Xitoy davlati o'z mulki deb hisoblar ekan. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizni fikringizni izohlarda qoldiring. Videoni do'stlaringiz bilan baham ko'rish uchun videoni ostidagi podelitsa tugmachasini bosing. Hammaga xayr.